Ada! Tinchlikmi, nima bo'ldi? Xotinim yo'q. Nimaga o'yladi? O'ylayapsan. Seni ishing bo'lsa kerak. Mani ishim bo'ladi? Seni qanaqadir ishingga kelin zallik olib ketib qolgan bo'lsa-chi? Ada, 02 qilaylik. 02 bo'lmaydi. Keyin qamalgan, keyin qamalgan. Men qilgan ishlarimga javob berib chiqib bo'lganman. Sen javob bergan bo'lsang, ama cherdagi pomidor ekib qo'ygan. Unga kim javob beradi? Masalani zo'r joyga olib boraman. To'chni topib beradi. Kiyotdi. Ana keldi. Nima qilsan, men qo'rqib ketaman. Uyingizda bitta o'g'ri bor. Ana, men senga tutdimi? Hadi. Katta pul o'g'irlashgan. Kene, hech narsa o'g'irlanmagan, kelin yo'qolgan. Hadi, ketdi. O'lmaygin sen. Faqat Sen javob berasan. sen javob berasan. Hil o'g'lim. Tobezele. Tobilu. Voy, hammanglar turib oldinglarmi? Kelin, qatta edinglar. Kecha kech payt kompot ichkim keluvdi. Podvolga tushdim, muzdek ekan, o'sha yerda uxlab qolman. Voy, qaqidas. Sherdagi pomidorlar qurib qolgan ekan. O'shalarni kesib tashlamoqchi edim. Voy, o'zimni multfilm kelinim, men ularni qoqi qilaman, quritib pishiraman, quritib.